Assalomu alaykum. Kanalimiz mehmonlari va obunachilari. Bugungi videomiz Begonia Fista haqida. Begonia Fista yoki qizil yaproqli begonia. Begoniyalar hammasi chiroyli. Begonia Fista o'zi alohida chiroyli. Begoniyalar tropik o'simlik hisoblanadi. Ular namlikni yaxshi ko'radi va tik tushgan quyosh nurini xohlamaydi. Qishda tinim davri bor. Yozda 22 daraja issiqda, qishda 15 daraja issiqda yaxshi rivojlanadi. Begoniyamiz hozir juda nima bo'lib ketgan. Mana bunday ko'payishib ketgan. Shuni hozir bo'lib boshqa tuvakka olamiz va shu jarayonni tomosha qilasiz. Mana tuvakdan chiqarib oldik. Endi buni juda ehtiyotkorlik bilan bo'lib olishimiz kerak. Qishi bilan juda chiroyli gulladi. Mana gulbandi turibdi. Mana bu bitta bo'ladi. Mana ikkita. Uchta. Mana fistani bo'lib oldik. Mana ona o'simlik, ona gul. Mana yana bitta, ikkita, uchta, to'rtta, jami 5 ta gul bo'ldi. Endi buni tuvakka ekib olamiz. Mana bu yerda tuprog'imiz tayyor. Tuproq tayyor. Bu 2 hissa chirindi tuproq, 2 hissa biogumuz, 1 hissa qum va perlit. Pinoplastdan ham ozroq tashlaganmiz mana, g'avoq bo'lsin deb. Avaylabgina hozir gullarimizni ekamiz. Mana eng kattasini ekib oldik. Endi yaxshi rivojlanadi. Hammasi alohida. Mana bu yerda mana rivojlanib kelyapti. Endi qolganlarni ekamiz. Mana ichiga drenaj tashlaganmiz. Tuvaklarimiz tayyor. Mana ikkinchisini ekdik. Mana bular ham yaxshi rivojlanib kelyapti.
Uchinchisini ekamiz. Mana drenaj tayyor. Bunisi kattaroq ekan, bunisini ekamiz. Eng oxirgisi. Endi bunisini ko'ramiz. Bu gullamadi. Iskirib ketganda sho'g'imga. Buni ham bir ko'chirib ko'raylik. Bunisini ayirsakmi? Shunisini ayirib olamiz. Mana endi buni mana bu ikkita bo'ldi. Ikkalasini hozir ikkita tuvakka alohida ekamiz. Mana endi bunisi begoniyani ham ekamiz, tagiga drenaj qildik. Mana endi bu kichkintoyni ekib olsak, kichkintoyga mana mana begoniyani bo'lib 2 bo'ldi. Bitta tuvakdagidan mana 5 ta bo'ldi. Bunisidan 2 ta bo'ldi. Gullarni har yili bo'lmasa ham
O'zi begonalarni har yili ko'chirib turish kerak. Juda bo'lmasa 2 yilda bir ko'chirish kerak. Chunki tuprog'ida foydali moddalar qolmay, ular o'zgara olmay qoladi. Endi bularni issiq joyga qo'ymaymiz. Yorug'lik tushib turadigan soyaroq joyga qo'yamizda, yangi ekilgan gullar bir oygacha nima qilinmaydi. Bularga dori berilmaydi. Bularni endi mana suv sepadigandan juda namlabgina qo'yamiz tuprog'ini. Begonalar tuprog'i ho'l bo'lganida ko'tara olmaydi. Bular tropik o'simlik. Salgina namlab, soyaroq joyga, quyosh tushadigan joyga qo'yamiz. Shu bilan begona fista haqidagi videomiz tamom. Agar videomiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.